Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmmіңlər xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Avropa İttifaqı 2021 yılı qarar ma'qullab, Xitoyning Sharq Turkistondagi qo'rqinchli kishilik huquq dafsanchiligida javobgarlik bor 4 Xitoy amaldori bilan uning bir hukumat apparatiga embargo yurgizgan edi. Lekin Siyurix yangi haftalik jurnalining oshkorlashicha, Shveysariya Federatsiya Kengashi 2022 yili 12 oyda qaror ma'qullab, Yevropa Ittifoqining Xitoy qaratgan nishonliq embargosini ijro qilishni rad qilgan ekan. Halbuki, Shveysariya hukumatining bu qaroriga ozkam 1 yildek bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Shveysariya hukumati bu qarorni hozir qadar ommaga oshkorlamagan. Shveysariya hukumatining bu harakati Dunyo Uğur Qurultayining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchirdi. Dunyo Uğur Qurultayı bu munosabat bilan 2 oktyabr kuni bayonot e'lon qilib, Shveysariya Federatsiya Kengashining Uyg'ur irqi qirg'inchiligiga aniq pozitsiya bildirmayli qolmay, o'zining bu jiddiy qarorini ommaga ochiq oshkor qilmaganligini aybladi. Bayonot Qurultay raisi Dolqin Aysoning so'zi naql keltirilib mundaq deyilgan. Shveysariya kishilik huquq jinoyatchilarining bexatar panogoh ekanligini yana bir qatim ko'rsatib, o'zini jinoyatning sherikiga aylantirib qo'ydi. Faqat Shveysariya Yevropa Ittifoqi bilan quyuq hamkorlashish orqali Uyg'ur xalq uchirgan irqiy qirg'inchilikning mas'ul kishilarini javobgarlikka torta oladi. Bayonotda ta'kidlanishicha, qisqasi Shveysariya o'zining Xitoy bilan bo'lgan normal munosabat strategiyasiga xotim berish kerak ekan. Shveysariya bilan Xitoy bu yil 7 oyning boshlarida 17 qatimliq kishilik huquq dialogi olib borgan. Shveysariya doiralarining bildirishicha, dialogda ular Tibet, Uyg'ur va Hong Kongning kishilik huquq masalalarini o'ttirib qo'ygan ekan. Yevropa Ittifoqi 2021 yili 3-oyda Uyg'urlarni bostirishda yetakchilik rol o'ynagan Xitoy amaldorlaridan Uyg'ur Abnum rayonlik partkomning sobiq muavin sekretari Ju Haylun, Böngtan partkomning sobiq sekretari Wang Juncheng, Uyg'ur Abnum rayonlik siyosiy qonun komitetining sekretari Wang Mingshan, Uyg'ur Abnum rayonlik Chexi nazoratining noziri Chen Mingo bilan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Böngtaniga embargo yurgizgan edi. Yaqında iqtisodshunos jurnali Xitoy hukumat tarixini yangidan yozish uchun BDT Ma'rif, Ilm-fan va madaniyat tashkiloti UNESCOni qandoq suiiste'mol qildi nomli bir maqola e'lon qilgan bo'lib, kommunist Xitoy hukumatining o'z hokimiyatini Xitoy tarixi jihatda mustahkamlash, tarixni o'ziga foydali shaklda burmalash uchun UNESCOdan qandoq foydalanganligi, jumladan Sharq Turkiston va Tibet rayonidagi tarixiy meroslarni Xitoyga tavba qilib olish uringanligi ko'rsatib berilgan. Maqolda mundaq deyilgan: 20-asrning 70-yillarida UNESCO dunyodagi mashhur yodgorliklarni tizimga ilishga boshlaganda, kommunist Xitoy hadab o'zining madaniyat yodgorliklarini vayron qilyotdi. Halbuki, bugungi kunda Xitoy UNESCOga eng ko'p iona qiladigan va eng ko'p vakillar avatadigan davlatga aylandi. UNESCO Xitoy uchun ko'plagan tarixiy meroslarni tizimga ilib berdi. Buning ichida Sadichin sepeli eng boshda keladi. Maqolda aytilishicha, Xitoydagi Uyg'ur, Tibet, Mongol qatorliq asosli millatlarning necha ming yillik tarixi, hozir Jungo tarixi, Junxo millatlarining tarixi, ya'ni Xitoyda 93% nüfusni egallaydigan Xitoy millatining tarixiga yo'g'ir etilgan bo'lib, Sharq Turkiston bilan Tibet azaldan Xitoyning bir qismi bo'lmagan hamda Xitoylar tarafidan hukmronlik qilinmagan ahvolda, bular kommunist Xitoyning tarix kitoblarida Xitoy tarixining ayrilmas qismi shaklida burmilab tushuntirilgan. Maqolda mundaq deyilgan: G'arbiy qismidagi Xinjiangda Uyg'urlar 40% dan ortiq nüfusni egallaydi. Ularning madaniyati, tili va musulmonlik e'tiqodi ularni Xitoyning boshqa rayonlaridan farqlantirib turadi. 18-asrning o'rtalarida Uyg'ur rayoni Xitoyning hukmronligi ostiga kirib qoldi. Manju hukmronlari u yerni Xinjiang, ya'ni yangi territoriya deb atadi. 10 yildan buyon Xitoy bu rayondagi Uyg'ur va boshqa asonliq millatlarni kuchayib assimilyatsiya qilishga boshladi. Maqolda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi Tangirtog'ni dunyo meros qilish uchun UNESCOga yo'llagan materialda nomussizlik bilan qadimdan buyon Junxo millatlari bu zaminda yashab, mol moddiy va ma'naviy madaniyatlarni yaratdi deb yozgan. Shundaqla Xinjiangning burun Xitoyning harbiy qo'viq shaharchisi va qatnash tuguni bo'lganligini, Xitoy shoirlarining Tangirtog'ni madhiyalab she'r yozganliklarini fakt qilib ko'rsatgan. Mingbetga yaqin yozilgan bu tonishtirish materialda Uyg'ur degan ism mazkur rayondagi millatlarning bir qismi sifatida bir necha yerda tilga ilingan. Ilgari UNESCO Ipak yo'lini dunyo madaniyat merosi deb e'tirof qilishning oldida Xitoy hukumati Xinjiang tarixini burmilab tushuntirgan bo'lib, Xitoylar bilan yerli xalqning aralashib yashab, o'rtaq bir madaniyat bilimiga hosil qilganliklarini tonishtirgan. Munosabat kuchurlar qirganda dunyodagi ko'p xil madaniyatlarni qo'g'dash va gullantirish vazifasini ustiga olgan BDT Ma'rif, Ilm-fan va madaniyat tashkiloti, ya'ni UNESCOning eng chong iqtisodiy yo'lanchigi Xitoy bo'lib, UNESCOning 2020 yillik xomchotining 15%ning ko'pini Xitoy ta'minlagan.
Şoڭa Xitoy YuNESKOga a'zo davlatlarni kontrol qilib, o'zini oqlab, madaniyat buzg'unchiligiga doir andisha va tanqidlarning o'ttirg'i chiqishini to'sidi ekan. Ma'lum bo'lgandek, UNESCO Uyg'ur muqomi bilan mashrabni g'ayrimoddiy madaniyat merosi tizimiga kirgizgan. 2008-yili Turpandagi karizni nuqtali qo'g'dildigan madaniyat yodgorliklariga nomzod qilib bekitgan bo'lsa-mu, ularni qo'g'dash uchun hech qanday ish qilmagan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yil 3-oyning 28-kuni bayonot e'lon qilib, Xitoyning madaniyat buzg'unchiligini qattiq ayiblash bilan birga 2000 yillik kariz madaniyatini qutuldirish to'g'riliq chaqiriq qilgan, shundaqla muqam, mashrab qatorliq g'ayrimoddiy madaniyat meroslarini qo'g'dashni talab qilgan edi. London universiteti sharqshunoslik va Afrika tadqiqot instituti professori Rachel Harris Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida YuNESKOni Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash qaydakchilik qilish haqida to'xtalib mundaq dedi. Biz shuni aniq deyalaymiz-ki, Xitoy UNESCO e'tirof qilgan madaniyat meroslarini uning egalari bo'lgan Uyg'urlar uchun emas, o'z manfaatiga ishlatadi. Bu yilning beshida biz Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan hamkorlashib, UNESCO e'tirof qilgan Uyg'ur madaniyat meroslaridan bo'lgan mashrab haqida doklad tayyorladik. Biz shuni ko'rdikki, ko'plagan mashrablarda yigit beshi bo'lganlarni Xitoy turmaga soladi. Xalq ichida mashrab o'tkazish cheklandi. Balki yerlik hukumat mashrabdan foydalanib, sayohat tashviqot ilib bordi. Şoň biz YuNESKOga taklif sunib, mashrab va muqamlarning hozirgi ahvol haqida mustaqil tekshirish ilib berishni talab qildik. Bugun Xitoy hukumatı Uyg'ur madaniyat meroslarini muzeyxonlarga mahkum qilib, uni davomlashtirish va taraqqiy qildirishga yo'l qo'ymagan bo'lib, YuNESKOning dunyo meroslari tizimligidagi muqam mashrablarini Jonxo madaniyat meroslari qatorida tashviq qilayotganligi hamda ularni Xinjiang sayohatchiligini taraqqiy qildirish uchun ko'zir qilib qo'llanayotganligi ma'lum bo'lmoqda. G'arb demokratik ellərinin və xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarının qattiq tanqidiga duch kelgan Xitoy hökuməti yaqindan beri bəzi g'arb axborot vositalaryning Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lishiga kontrollik ostida yo'l qo'ymoqda. Xitoy doiralari bu yil 7-oyda Fransiya agentlik muxbirlarining Qashqar, Yakan qatorliq joylarda ziyoratda bo'lishiga yo'l qo'ygandan keyin bu qatim Avstraliya televiziya kanali ABC'ning rayonda ziyorat bo'lishiga kontrollik ostida yo'l qo'ygan. Lekin mazkur televiziya kanalining 1-oktyabr tarqatgan xabarda bildirilishicha, Xitoy hukumatı dunyoga o'yin tomosha makon qilib ko'rsatmoqchi bo'layotgan bu rayonda ularga ustluq bilan pardozlangan sahnalar ko'rsatilgan. Xitoy texi oldingi yillarda bir qancha million Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlar lagerlarga qamilib, majbur emgak tutilgan bu rayonning sayohat gullangan, kishilar inoq bo'lgan bir jamiyat kartinasi sizishga tirishgan. Xabarda ta'kidlanishicha, doiralar bu ziyoratda mazkur rayonni xushal bir jamiyatda ko'rsatishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin muxbirlarning rayondagi burun har qanday bir lagerni ziyorat qilishiga yo'l qo'ymagan. Halbuki bu lagerlarda 1 milliondan ortiq kishining qayta tarbiyalash nomida xohlagancha qamilib, oylarcha, hatto yillarcha tutib turilganligi alayda ta'kidlangan. Xabarda yana ilgari lagerda yetib chiqqan ba'zi Uyg'urlarmi ziyorat qilingan. Halbuki bu sobiq lager tutqunlarining o'zlarini radikal diniy ideologiyada zarrinib lagerda tuzilib chiqqanligini qayd qilishi diqqat qo'zg'agan. Xabarda qayd qilinishicha, 1990-yillarda ABC kanali Qashqarni ziyorat qilganda tartgan bir filmida shu vaqtdagi Hitka jamoasining juma namozida kishilar ko'chalarga patmay qolgan bo'lsa-mu, lekin bu qitim Hitka jamoasidagi juma namozida faqat bir qancha 10 kishining namoz o'qishi, namozxonlar orasida 50 yoshdan tuvan kishilarning bo'lmasligi diqqat tortgan. Fransiya agentligi bu yil 7-oyda Qashqar, Yakan qatorliq joylarga qaratgan ziyoratida Xitoy hukumatı rayonning ijobiy kartinasini sizishga tirishishimi, biroq rayonda bostirishning yana davomlashayotganligini ilgari surgan edi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining muxbirining turmalar haqidagi aniqlashtirish davomida Keriya turmasining 10 ming modan ortiq terrorga yeri borligi, buning Xitoy ko'chmanlarining huddi oldiganligi va bu yerlarda Uyg'ur siyosiy mahbuslarning majbur emgak silinganligi oshkorlandi. Erkin Osiyo radiosi muxbirining telefonini qabul qilgan Keriya turmasidagi bir ehtiyot boshlig'ining oshkorlashicha, mazkur turmaning 10 ming modan ortiq terrorga yeri bor bo'lib, bu yerlarni Xitoy ko'chmanlari huddiga ilib boshqardi ekan. Bu yerlarga mazkur turmadagi mahbuslar emgak silindi ekan. Yana oshkorlanishicha, mazkur turmaning Kayfachu, ya'ni ichish rayoni nomidagi sanoat rayoni bor bo'lib, uningda sement zavodi, paypoq to'qchi zavodi, palay zavodi, yog'och zavodi qatorliq 10 dan ortiq zavod fabrika mavjud ekan. Mazkur sanoat rayonida qo'g'dash xizmati bilan shug'ullanayotgan bir xodimning bayon qilishicha, bu zavod va fabrikalarda jazo muddati o'tayotgan 10 mingdan ortiq mahbus ishchi bo'lib ishlaydi ekan. Yuqorqi ikki xodim mazkur turmada ish qilinayotganlarning siyosiy mahbus yoki ijtimoiy jinoyatlar bilan kesilgan mahbuslar ekanligi haqida aniq ma'lumot bera olmadi. Ammo ilgirki aniqlashlarda Xotan pedagog oliy texnikumidan milliy belginchilik va diniy asabiylik gumoni bilan tutqun qilinib kesitilgan 30 necha o'qituvchining mazkur turmada jazo muddati o'tayotganligi oshkorlangan edi. Yuqorqi uchurlardan navbat turmada yoki turmadan chiqib jon uzganlarning ana shu emgak maydonlarida ig'ir emgakning oqibatida ojizlashgan kishilar ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Amerikadagi Lowgate tadqiqot o'rnining torbitida xotirlanishicha,
Xitoyda əmgək bilan o'zgartish tuzumi Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilgan 1949-yildan boshlangan. 1994 yilga kelganda xalqaro organlarning izchil nazorati va besim bilan Xitoy taraf əmgək bilan o'zgartish tuzumini bekor qilganligini e'lon qilgan. Ammo tuzum nomda amaldan qolgan bo'lsa-mu, amaliyat o'zgarmagan. Natijada millionlagan mahbuslar ig'ir əmgəklarga silinib, jismoniy va ro'yi jihatdan zaiflashgan. Ijtimoiy taratqularda kuchurlardan ma'lum bo'lishicha, bu vaziyat Sharq Turkistonda 2017 yildan e'tiboran taxmi umumlashgan va ig'irlashgan. Ijtimoiy axborotlarda uzluksiz chiqib turayotgan o'lim xabarlari bo'libmi turmadan chiqib uzun o'tmay jon uzganlarning rasm va videolari turmadagi qiyin qistoqning bir parchasi bo'lgan ig'ir əmgəkning hilam davom qilayotganligidan bishorat bermoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmayın. Xeyir xoş.